Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Mana meni qilayotgan ishlarim. Kamerasini nastroyga qilishim kerak ekan. Mana bunday svetni pirlab ko'rsatgan. Shoxlarni mana bu yoqqa qilib chiqarib o'rganman. Buni ham otsvetga ichkariga qo'yilgan. Mana bu yoqda ham devolim bor. Nasib bo'lsa, u yoqlarni tish tugmalarini bir ko'rib chiqib, ranglashim kerak. Shunaqa. Bu yoqda ham devorda ishim bor. Daraxt qilib chiqargan bu yoqqa ham. Ko'rib baho beraverasizlar. Xullas. O'zlaringiz qalay?